ko'chatimiz o'tgan yil ekilgan ko'chat mana. Endi ko'p savol bo'ladi, shuni ham payvand qilsa bo'ladimi, iskana payvand degan. Chunki buni yorsa novdani siqmaydi, bu yorilib ketadi degan savollar bo'ladi. Hozir mana shu ko'chatda ham payvand qilishni ko'rsataman. Mana bu ikki ko'zi payvand ustimiz bu. Hozir mana shuni ham payvand qilishni ko'rsataman. Ikkita ayri ekan, ikki yoniga ikkita qo'yamiz. Qaychaman kesib olamiz. Mana shu tekis joyini belgilab kesib olamiz. Yosh ko'chat bu. Buni ham bemalol payvand qilsa bo'ladi. Mana po'stloqlarni kesib tashlaymiz. Tekislab kesib olamiz po'stloqini. Bizga xalaqit tutmaslik uchun. Mana endi novdamiz kurtagi bu yerda, buni endi yonidan kesmaymizda, kurtak tagidan kesamiz. Mana kurtak bu yoqda, bu tarafidan. Mana shu yerdan kesamiz. Bir tomonini tekis kesdik. Endi bunaqasiga ham kesib olamiz. Endi bu payvand tagimizni shu novdaga moslab kesamiz. Ana shuni bir tarafini kesib olamiz. Ikkalasi deyarli bir xil bo'ldi. Endi buni ham bunaqasiga kesib olamiz. Buni bunaqasiga kesdik. Endi shu bir-biriga tushadi hozir mana shu. Mana shu joyini bir-biriga kiyishtirsak. Mana kiyishib tushdi mana. Sekin olib boramiz mana po'stlog'iga. Mana to'g'ri tushdi po'stlog'ining bir tarafi. Mana shuni yaqindan mana kesilgan joy bilinmaymi ketadi. To'g'ri tushdi po'stlog'iga mana. Buni yormasdan payvand qilishning usuli. Mana bo'ldi bu. Buni endi tepadagi bitta ko'zini qirqamiz. Bitta kurtak yetadi bunga. Salafon olamiz, salafon bilan bo'ylab tashlaymiz. Strich salafonimiz. Nami qochmasligi uchun ozgina suv ham quyib yuboraylik. Nami qochmasligi uchun kesilgan joyimizni. Salafonimizni mahkam qilib bo'ylaymiz. Ana bo'ldi, bu tayyor. Endi xuddi bu yoniga ham qolgan bitta ko'z qoldi. Buni xuddi shu shaklda payvand qilamiz. Hozirda. Mana bu ikkinchi qalamchamizni ham kesib oldik. Mana kurtak bu yoqda, kurtak tag qismida. Bu yonni ham kesib oldik. Buni razmeri tushadi. Asosiy bir tarafi tushsa bo'ldi. Bu yoq ahamiyati yo'q. Mana bir tarafi. Bu tarafini ol. Bu tarafidan mana bu taraf bir-biriga juda mos tushadi. Hozir boyagidek bir-biriga kiyishtiramiz. Buni pichoq bilan sekin kesamizdagi mana.
Yani bir tarafı to'g'ri tushdi. Yani bu qimirlamaydi hech yoqqa. Endi buni ham shu telefon bilan bo'ylaymiz. Bu payvantimiz ham tayyor. Ana bo'ldi. Yosh ko'chatni ham bemalol payvand qilsa bo'ladi. 1 yosh ko'chatni ham.